14-fevral qanday sana? Assalomu alaykum. Sizga hozir bitta savol beraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, sizga Chacha brendidan semechka sovg'a qilaman. 14-fevral qanday sana? Sevishganlar. To'g'ri, lekin Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kuni deganingizda sizga semechka sovg'a qilardik. Rahmat. Hozir sizga bitta savol beraman. Agar to'g'ri javob bersangiz, Chacha brendidan sizga semechka sovg'a qilaman. 14-fevral qanday sana? 14-fevral birinchidan Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kunlari, ikkinchidan sevishgan kunlari deb odamlar o'sha To'g'ri javob berdingiz. Mana sovg'angiz. 14-fevral qanday sana? 14-fevral Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kuni. To'g'ri javob berdingiz. Shunday. Mana sovg'angiz. Ishtirok uchun sizga rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. 14-fevral qanday sana? sevishganlar kuni. Yo'q, afsuski, agar Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan tug'ilgan kuni. kuni deganingizda sizga semechka sovg'a qilardim. 14-fevral qanday sana? Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kuni. To'g'ri. To'g'ri javob berganingiz uchun sizga sovg'a. Rahmat. 14-fevral qanday sana? Muhammad Boburning tug'ilgan kuni. Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kuni. To'g'ri javob berdingiz. Mana sovg'angiz. Ishtirok uchun rahmat. Rahmat. 14-fevral qanday sana? Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kunlar. To'g'ri topdingiz. Mana sizga sovg'a. Rahmat. 14-fevral qanday sana? Zahiriddin Muhammad Boburning tug'ilgan kunlari. To'g'ri topdingiz. Mana sovg'angiz. Rahmat. Siz nima deb javob bergan bo'lardingiz? O'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Chacha, sog'lom fikrli insonlar tanlovi.